Aeroport atrofidan xonadon olaman degan akalar 5 etajdan 4-etajda 2 xonali xonadonimizni sotuvga chiqyapti. 63 kvadrat metrdan iborat. Remontlari o'rtacha kelib bemalol remont qilib olaverasizlar. Narxini 59 ming dollar deb qo'yganmiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yo'lni yuzidan 300 metr kirganingizda aeroportga 500 metrgacha bo'lgan masofa, hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda koridorimiz, bu yoq tarafimizda sanuzolimiz joylashgan. To'g'rimizda zalimiz, remontlari o'rtancha holatda, kelib bemalol yevro remont holatda qolsanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Yana sizda oshxonamiz, oshxonamizni balkonga chiqarilgan kelib o'tdi. Detskiy spalniy variant foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda oshxonamiz joylashgan, hamma qulayliklari bor, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda balkonda bitta xona sifatida detskiy variantda, взрослый variantda foydalansanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet umuman muammosiz. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan. Aeroportdan 400 metr masofada joylashgan xonadonimizni sizlarga 59 ming dollar deb qo'yganmiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.